Shopir akamiz ozgina qaturilyapti. Xudo xolasa Shopir akamning yo'nalishida yuklarimiz. Ikkita komplekt 60 kilogramlikka va ikkita komplekt o'sha 27 lik sesib poyga baliq yuklandi va ikkita 0.5 Xitoy motorli 3 kilovat 1.5 ga bo'ladi. Mikserimizdan yuklandi. Bu yoqda qo'qlari va karikalarni qo'yapmiz. Kimgadir shunaqa insonlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa. Ishlarimiz davom etmoqda. Bu yoqda vesalarimiz ham chiqqan. Har variantlarda bor. 1.5 metrlik so'rasa 1.5 metrlik. Bu yoqda sinab baliqlarimiz ham bor. 50liklarimiz bor. Aloqaga chiqarasizlar.